Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun yana bog'chamizni o'rnatib berdik. Mashg'ulot xonalari, birinchi guruhda yotoq xonalari, profilli divanlarimizdan plastina pododiyanlik matraslari bilan 30 ta bolaga mo'ljallandi. Har bitta gruppamiz xudo xolasa shkaflariga necha baho klient talabi bilan bir qator uzun shikaga qo'yildi. Bu ikkinchi gruppamiz. İkinci gruppamizin 30 ta bolaga o'qituvchisining stoli, partalari. Hamda ikinci gruppani yotoqxonasi. Bu yotoqxonamizdan polni profilli 3 etажli divanimizdan jihozlab berildi. Plastina pododiyanlik matraslari bilan. Hamda 4-gruppamiz. 4-gruppamizdan polni profilli divandan 30 ta bolaga mo'ljallandi. 10 ta qo'yildi 3 etажli divanimiz. 3-gruppamizni ramashka stullarini berdik. Игрушка shkaflari, o'qituvchisiga stul, partalari. Hamda 4-gruppamizni yotoqxonasi. 4-gruppamizdan xuddi shunday profilli divanimizdan 10 ta o'rnashtirdik 30 ta bolaga plastina pododiyanlik matraslari bilan. 4-gruppamiz mashg'ulot xonasi. Игрушка shkaflari, o'qituvchisiga parta stul, ramashka stullarimizdan olib kelib o'rnatib berdik. Kimgadir shunaqangi mebellar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab yetkazib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Kimgadir like bosganingiz kimgadir yetib boradi, kimdir izlayotgan bo'lishi mumkin.